36 oy muddatga bo'lib to'lashga beriladi. Oylik to'lov esa 803 ming so'mdan to'g'ri keladi. Laboga ham bo'lib to'lashga shartnomalari berilyapti. Xaridorlar kelib, Страхованияsi bo'ladi, lekin 1 milliondan oshmaydi. agar tayyor bo'lsa, bir kunda olib chiqib ketish imkoniyatiga ega ekansiz. 13 oydan 36 oygacha. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Endi Labo avtomobilni ham foizsiz muddatli to'lov asosida, ya'ni рассрочкаga xarid qilish mumkin. Bu haqda UzAvtomotors o'zining rasmiy saytlarida ham e'lon berdi. Hozir shu haqda avtosalon xodimlari tomonidan batafsil ma'lumot olamiz. Ungacha esa videolarimiz uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'ying va UzAvtomotorsning eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Unday bo'lsa, videomizni boshlaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Men Abduvaliyeva Aziza, Qoraqalpoq avtotex avtosaloni xodimasiman. Aziza opa, qarang, hozir Labo avtomobili ham рассрочка ochildi deb eshitdik. Shu haqda qanday ma'lumot berib o'tsangiz, ozroq qisqacha ma'lumot berib o'ting. Albatta, hozir Labo avtomobilingizga ham nihoyatda ko'pchilik so'rovlar bo'yicha Laboga ham bo'lib to'lashga shartnomalari berilyapti. Bu Davrbankdan berilyapti. Boshlang'ich to'lovni 30% dan 70% gacha to'lasa bo'ladi. Foizsiz bo'ladi. Muddatlari 13 oydan 36 oygacha. Demak, 13 oydan 36 oygacha bo'lgan muddatda foizsiz bo'lib to'lash asosida xarid qilish mumkin. Avtomobil hozir bir kunda olib chiqib ketish imkoniyati mavjudmi? Рассрочка ochildi deganda hamma hozir Laboni so'rab kelish ko'payapti-da. Ko'p avtosalonlar bizda tayyor turibdi, lekin klient ko'paygani, xaridorlar ko'paygani hisobiga avtomobilimiz o'zi kamayapti degan savollar tug'ilyapti-da. Sizlarda qanday hozir? Yo'q, hozir ayni paytda Labolarimiz tayyor. Lekin klientlarimizning so'rov bo'yicha kamayib qolishi mumkin. Endi 2-3 kun. Baribir endi kamaygan bilan ham unaqa oylab kutish bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q. Uzog'i bilan bir hafta desa ham. Bir hafta 10 kunda chiqarib berish mumkin. Xuddi shunday. Agar tayyor bo'lsa, bir kunda olib chiqib ketish imkoniyatiga ega ekansiz. Qarang, keyin so'rovlar bo'yicha bunda qo'shimcha to'lov, страхование, unday to'lovlari u bank orqali hal bo'ladi. Qanday bo'ladi u? Bank orqali. Xaridorlar kelib, Страхованияsi bo'ladi, lekin 1 milliondan oshmaydi. 1 milliondan oshmaydi. 1 million atrofi, shu 1 million, balkim 1,5 millionga bormasligi mumkin. Endi bu yerda qancha vaqtga, muddatga qarab belgilanadi-da. Muddat. Siz 13 oyga xarid qilsangiz boshqa страхование и 36 oygacha xarid qilsangiz summa sal oshishi mumkin. Shunga qarab o'zgaradi summalar. Bo'ldi. Bu qarang, keyin hozir UzAvtomotors o'zining rasmiy saytida respublika bo'yicha e'lon qilgan, to'g'rimi? Qandaydir viloyatlarda yo bu mana bu viloyatga ta'sir qiladi, yo bu viloyatga ta'sir qilmaydi degan narsa yo'q. Respublika bo'yicha amal qiladi bu рассрочка. Davrbankdan. Davrbank orqali xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin. Hozir batafsil jadval asosida o'zim birma-bir foizlarini va oylik to'lovi ma'lumot, batafsil ma'lumot berib o'taman. Aziz opa, hozirda sizni vaqtingizni olmaylik, klient ko'p ekan. Hozir ko'rib turibmiz, mayli. O'zim asosda mijozlarga batafsil ma'lumot berib o'taman. Sizga rahmat. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Endi рассрочка shartlarini tushuntirib o'tsam, agar siz boshlang'ich 70% to'lov amalga oshirsangiz, ya'ni 67,459 ming so'm, qolgan 30% to'lov 28,911 ming so'm 36 oy muddatga bo'lib to'lashga beriladi. Oylik to'lov esa 803 ming so'mdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 60% to'lov amalga oshirilsa, 57,822 ming so'm, qolgan 40% to'lov 38,550 ming so'm to'lov 24 oyga beriladi. Oylik to'lov esa 1,606 mingdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 55% to'lov amalga oshirilsa, 53 million so'm to'lov, qolgan 45% to'lov 43,366 ming 22 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 1,971 mingdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 30% to'lov amalga oshirilganda 28,911 ming so'm, qolgan 70% to'lov 67,459 ming so'm 13 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 5,189 ming so'mdan to'g'ri keladi. Рассрочка shartlari hozircha shulardan iborat. O'zingizni qiziqtirgan qandaydir savollar bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring, batafsil javob berishga harakat qilaman. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.